Bu tarixdagi insoniyat bilgan eng yirik urush. Butun dunyodan bir necha 10 millionlab insonlar qatnashgan urush. Keling, Ikkinchi jahon urushi voqealarini xarita bo'yicha ko'ramiz. Birinchi jahon urushi oxirida Germaniya va uning ittifoqchilari yakson qilinib, urush uchun to'liq aybdor deb topildi. Avstro-Vengriya va Usmonlilar imperiyasi ularga qo'llangan jiddiy sanksiyalardan keyin quladi. Buning ustiga Germaniya ko'pchilik nihoyatda ulkan deb hisoblagan yirik tovon to'lashi kerak edi. Germaniyaning koloniya va bir qancha hududlari g'oliblar qo'liga o'tdi. Shuningdek, yana paydo bo'lgan Polshaga ham nemis xalqi bu sanksiyalarni kamsitish deb qabul qildi. Nemis iqtisodi qarzlar sabab haddan ortiq zaiflashib, giperinflyatsiyaga uchradi. Zarbxonalar pul bosib chiqarib, bu vaziyatni o'nglashga urinardi. Ammo bu bilan faqat devalvatsiya yuz berdi. 1914-yildan 1923-yil noyabrigacha bo'lgan davrda nemis markasining qiymati trillion martagacha tushdi. Keyingi yillarda inflyatsiyani tugatib, iqtisodni qayta vujudga keltirgan qat'iy radikal choralar ko'rildi. Ammo 1929-yilda Nyu-Yorkda 20-asrning eng yomon iqtisodiy inqirozi, buyuk depressiya boshlandi. Uning ta'siri butun dunyoda bilindi. Germaniya ham chetda qolmadi va mamlakatda ishsizlar soni keskin ortdi. 1933-yilda ancha zaiflashgan Germaniyada natsizm keng tarqala boshladi. Bu hukumatda Adolf Gitlerning natsistlar partiyasining o'rni kuchayishiga olib keldi. Birinchi jahon urushidan keyingi juda qiyin holatlarga qaramay, yangi totalitar tuzum davlatni qayta qurib, harbiy kuchlarni tikladi. Davlat tajovuzkor tashqi siyosatni boshlab, nemis tilida gaplashuvchi xalqlar yana birlashishini istaydi. Italiya ittifoqchilarining g'alabasiga qaramay, Birinchi jahon urushidan keyin o'ziga tekkan hududlardan norozi bo'ladi. 1922-yildan boshlab mamlakatni fashistlar partiyasi va diktator Benito Mussolini boshqara boshlaydi. Italiya mustamlaka siyosatini boshlab, Efiopiyaga hujum qiladi va Albaniyaga bostirib kirishga tayyorgarlik ko'radi. Ispaniyada SSSR qo'llaydigan respublikachilar hukumati va Germaniya, Italiya quvvatlaydigan Fransisko Franco boshchiligidagi internatsional otryadlar o'rtasida 3 yillik fuqarolik urushi boshlanadi. Germaniya va Italiya bu vaziyatdan harbiy kuchlarini sinab ko'rishda foydalanib, diplomatik jihatdan yaqinlashadi. Osiyoda Yaponiya o'zining bosqinchilik faoliyatini davom ettiradi. Mamlakat Xitoydagi fuqarolar urushidan yangi hududlarni bosib olishda foydalanadi. Yapon armiyasi kimyoviy va biologik qurollarni qo'llab, tinch aholini o'ldiradi. Germaniya bosqinchilik harakatlarini boshlashga endi tayyor edi. Dastlab u mahalliy natsistlar partiyasi yordamida Avstriyani egallaydi. Keyingi o'lja G'arbiy Chexoslovakiya bo'ldi. Slovak Respublikasi Germaniyaga qaram davlatga aylandi. Bu paytda Vengriya u bilan diplomatik aloqa o'rnatadi. Litvaning bir qismini bosib olgach, Germaniya va SSSR o'zaro hujum qilmaslik paktini tuzishadi va Yevropani bo'lib olish rejasini mo'ljal qiladilar. Ular birgalikda Polshaga hujum qiladi. Britaniya va Fransiya bunga javoban Germaniyaga urush ochadi. Bu Ikkinchi jahon urushining boshlanishi edi. Nemis qo'shinlari sharqda to'plangan bo'lsa-da, g'arbda ittifoqchi qo'shinlar tashabbusni o'z qo'liga olmaydi. O'z navbatida Sovet ittifoqi Leningradga yaqin bo'lgan hududlarni egallash maqsadida Finlandiyaga urush ochadi. Ammo jiddiy qarshilikka uchrab, mamlakatning 10% hududinigina egallaydi. Fransiya va Britaniya Norvegiya orqali o'tadigan va Germaniya sanoatini ta'minlaydigan temir rudalari yo'lini to'smoqchi bo'ladi. Germaniya bunga Daniya va Norvegiyaga bostirib kirish bilan javob qaytaradi. Bir necha kun ichida Germaniya Luksemburg, Niderlandiya, Belgiyani egallab oladi. Gitlerning yangi harbiy strategiyasi Blitzkrieg deb nomlanadi. U raqib mudofaasini tezkor va qat'iy hujumlar va turli xil qo'shin turlari bilan yangitib qo'yadi. Britaniya qo'shinlari nemis armiyasi qarshisida chekinadi va nemislar Parijga qarab qat'iy harakat qiladi. Fransiya armiyasi mag'lub bo'lib, tinchlik sulhini tuzadi. Germaniya Shimoliy va G'arbiy Fransiyani egallab,
ko'plab hudud va mustamlakalarni o'z qo'liga oladi. Shu tarzda Germaniya Fransiyaga qarashli yerlarni armiya yubormay turiboq egallaydi. Ammo Fransiya va Belgiya koloniyasi bo'lgan Kongo ittifoqchilar lagerida qolishni ma'qul ko'radi. Londonda general Charles de Gaulle Germaniyadan mag'lubiyatga uchragan 7 ta respublika yordamida ozod Fransiya respublikasini tuzadi va natsistlar Germaniyasiga qarshi kurashni davom ettiradi. Brazzavil yangi davlatning poytaxti etib belgilanadi. Germaniya bilan kelishuvga muvofiq Sovet ittifoqi Boltiqbo'yi davlatlarini va Ruminiyaning bir qismini bosib oladi. Germaniya, Italiya va Yaponiya birlashib ittifoq tuzadi. Britaniyaning Irlandiyadan boshqa barcha koloniyalari va mustamlakalari urushga kiradi. Afrikada italyan koloniyalari va ittifoqchi kuchlar orasida urushlar boshlanadi. Yevropada Britaniya shaharlariga yirik bombardimonlar uyushtiriladi. Ammo Germaniya bu davlatni bosib ola olmaydi. Shunda Gitler rejasini o'zgartiradi. U SSSRga bostirib kirishni istaydi. Ammo rejani amalga oshirishda Italiya yordam bera olmay, ittifoqchilar qarshiligi sabab u Gretsiyani bosib ola olmaydi. Vengriya, Ruminiya va Bolgariyaga bostirib kirgach, nemis armiyasi janubga yo'nalib, Yugoslaviya va Gretsiyani egallash uchun harakat qiladi. Yevropa bo'ylab turli ko'rinishlarda qarshilik harakatlari tashkil etiladi. Ba'zan odamlar qo'zg'olon uyushtirib, namoyish qiladilar yoki qidirilayotgan odamlarni yashiradilar. Ayrim guruhlar ittifoqchilar foydasiga josuslik qilib, sabotaj uyushtiradi va gazetalar chiqaradi. Sharqiy Yevropada partizan otryadlari birlashgan qo'shinlarga qarshilik ko'rsatadi. Yugoslaviya va Gretsiyada qarshilik harakatidagi kommunist va royalistlar guruhi bir-biriga qarshi turadi. Natsistlarga qarshilik Germaniyani ham chetlab o'tmaydi. Gitlerning hayotiga bir necha marta suiqasd uyushtiriladi. Ular omadsiz yakunlanadi. 22-iyunda birlashgan kuchlar tarixdagi eng katta operatsiyani boshlab, SSSRga hujum uyushtiradi va Tinchlik paktini buzadi. Nemislarning yaxshi tayyorgarlikka ega ulkan armiyasi sharq tomonga qat'iy harakat qiladi. Finlandiya yo'qotilgan hududlarini qaytarish maqsadida bu hujumga qo'shiladi. SSSRni qo'llash uchun ittifoqchilar Eronni egallab, Kavkaz orqali ta'minot yo'lini ochishadi. Sovet ittifoqi shuningdek o'z sanoat zavodlarini front liniyasidan ichkariga oladi va ularni harbiy sohaga yo'naltiradi. Nemis qo'shinlari Leningradga yetib kelib, 872 kunlik qamalni boshlaydi. Qamalda 1 milliondan ortiq inson halok bo'ladi. Janubda nemis armiyasi Moskva ostonasida to'xtaydi. Qahrli va o'lim keltiruvchi qish boshlanadi. Bosib olingan hududlarda SS Slavyan va yahudiylarni qirib tashlaydi. Osiyoda Yaponiya Fransuz Hindi Xitoyini bosib oladi. Uning bosqinchilik siyosatiga javoban AQSh neft va temirga embargo e'lon qiladi. Bu harakatlar uchun Yaponiya AQShning Pearl Harbordagi bazasiga qo'qqisdan hujum qiladi. Ommaviy havo hujumlari AQSh harbiy dengiz flotining katta qismiga talofat yetkazadi. AQSh ittifoqchilar tarafdan urushga kiradi. Birinchi o'rinda ular kuchlarini Tinch okeaniga yo'naltiradi. Shuningdek, AQSh nemis hujumini qaytarayotgan SSSRni quvvatlaydi. O'z navbatida Yaponiya Amerika floti joylashgan Filippinga hujum qiladi. Keyin Tinch okeani hududidagi Yevropa koloniyalarini egallaydi. Ommaviy qirg'inlar bilan bir qatorda Yaponiya 10 million xitoylikni harbiy mehnat lagerlariga jo'natadi. Indoneziyada Yava orolidagi millionlab mahbuslar shunga mahkum bo'ladi. Birma va Tailandda mahbuslarni temir yo'l qurishga majburlashadi. 100 minglab ayollar fohishalikka majbur qilinadi. Yevropada turli guruhdagi insonlar, yahudiy, partizan, siyosiy mahbus, tsigan, besoqolboz va nogironlarni qirish uchun ulkan lagerlar quriladi. Yevropada ikkinchi front ochilishidan xavotirlangan Gitler qirg'oqlarda hujumni qaytarish uchun Atlantik devorini quradi. Ammo ittifoqchilar dastlab Marokash va Aljerga joylashadi. Italiya Liviyasi ikki front orasida qoladi. Sharqda nemis kuchlari Kavkazdagi ta'minot yo'lini to'sishga urinadi. Nemis armiyasi
ilk bor yirik mag'lubiyatga uchraydi. Sovet qo'shinlari tashabbusni qo'lga oladi va qarshi hujumga o'tadi. Afrika butkul ittifoqchilar nazoratiga o'tadi. Ular endi Sitsiliyaga yurishni reja qiladi. Yangi Italyan hukumati sulh tuzishni so'raydi va bu Germaniyani aralashishga majbur qiladi. SSSR qat'iy tarzda g'arbga harakat qilib, nemis armiyasini sharqdagi qo'shinlarga e'tibor qaratishga majbur qiladi. 1944-yil 6-iyulda ittifoqchilar Normandiyaga kiradi. Ular tezda barcha frontda g'alaba qilib, Parijni ozod etadi. G'arb va sharqdagi davlatlar ozod qilinadi yoki qarshi tarafga o'tadi. G'alabaning yaqinligini sezgan ittifoqchilar BMTni tashkil etishni taklif qiladilar. Germaniya yoki Yaponiyaga urush e'lon qilgan davlatlar tashkilot yig'ilishiga chaqiriladi. Bu urush e'lon qilinishlarini keltirib chiqaradi, ammo ular sezilarli natijaga olib kelmaydi. 30-aprelda Sovet armiyasining yetib kelguniga qadar Gitler o'z bunkerida joniga qasd qiladi. 8 kundan so'ng uning davlati taslim bo'ladi. Sovet ittifoqi va AQSh Yapon imperiyasiga qarshi kuchlarini birlashtiradi. Sovet armiyasi Manjuriya va Kuril orollariga kiradi. AQSh Hirosima va Nagasakiga 2 atom bombasi tashlaydi. 2-sentyabrda Yaponiya kapitulyatsiya aktiga imzo chekadi. Bu Ikkinchi jahon urushining yakuni edi. Yevropa va SSSR millionlab harbiy asirlarni majburiy mehnatga jalb qiladi. Ularning ko'pchiligi qirilib ketadi. Germaniya va Avstriya g'oliblar o'rtasida taqsimlanadi. Yevropa kuchlari eski gvardiyasi urush sabab zaiflashib, parchalanadi. AQSh va SSSR dunyoda yagona va mutlaq hukmronga aylanadi. Ular BMTning tinchlik va xalqaro xavfsizlikni asrashga intilishiga qaramay, to'g'ridan-to'g'ri bo'lmasa-da, o'zaro urushga kiradi va bu butun dunyoni qamrab oladi. 6 yillik urushda insoniyat 60 milliondan ortiq qurbon berdi. Ularning asosiy qismi tinch aholi edi. Ko'plab shaharlar butkul yakson bo'ldi.